Assalomu alaykum. Bizlarimiz bugungi kun hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin deb biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar ta'minot bozoridan video qilib olyapmiz. Gapiradigan gaplarimizga biz noto'g'ri gaplar bo'lgan bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz oldindan. Kanalimiz rivojiga bir like bosib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishlarini iltimos qilib qolamiz. Mana shu molimiz sotilar ekan. Hozir va narx-navolarini, yeb-ichishlarini so'rab, yelarni so'rab olamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamay, yaxshimisiz? Yumush charchamasda. Bu yeb-ichishlari, nimalari? Ha? Sinaqda berilaveradi. Aha, necha litr sut beryapti aka mol? 15 sut yeganda Bolasidan tashqari. Bolasidan tashqari 15 litr sut beryapti. Bolasi novvossami? Mana bolasi, novvossa. Bu qancha ekan? Yana fotoga olib naql olasizlar. Necha kun bo'ldi bunlarga? Bir haftalik bo'ldi. Ha, bir haftalik bo'libdi akalar mana bolamiz. Xudo xolasa kelishib ketsalar, ketaverasizlar. Sog'lishlari yaxshimi? Biqotta. Aha, bir kesib to'rib berasiz o'zingiz maqala. Bo'ldi aka, bo'ldi. Kelib ko'rib naqlasizlar. Narxi necha pul deyapsiz? Nima deysiz? O'g'lim suvga nima ayting? Ha, molimiz bo'sh turibdi, tek turibdi, qarang mana. 2 yillik, 3 kunlik bo'libdi. Narx-navolar necha pul deyapsiz buni? 30 million qilishyapti. 38 million kami bor. 30 millionni bermadingiz. Bermadi 30 millionni. Necha pulga beraverasiz, xudo xolasa? Yosh. Chiqqan 2 yarim 15 dagi, tasiraga. Necha pul naqdsiz? Necha pul bo'lsa beraverasiz aka? Hammalar chap ayam o'tirib so'rasizlar yumshoq. Akalar, men jonivor qarang, tek turishni qarang, so'zini qarang. Sutlarni qarang, sutini. Ey. Uyib ketdimi? Telefon nomeringizni aytaverasiz aka? Telefon nomeringiz 91lik 660 62 21. Xo'p. Sog' bo'linglar.